Ziralipani reelsiz bor edi-ku. Eringlar travmasini bilib olsangiz, rosa manipulyatsiya qilish oson. O'shanga rosa ko'p ayol qizlar kommentariy yozishibdi. Yo'lini ham o'rgating deyishyapti. Voy, odamlarga shu qiziq. Birovni travmasini bilib olib, kimnidir manipulyatsiya qilish shunchalik qiziq-ey odamlarga. Tavba. Travma bu nima? Bu ochiq qolgan ehtiyojimiz. Aytaylik, ayol va erkak bor. Erkakni bolaligida tan olishmagan. Bolacha o'zini tan oldirish uchun harakat qilgan. Narsistcha. Qizcha bor, u qurboncha bo'ladi. Buni o'zi partnyori qurboncha. Har doim u o'zini yaxshi ko'rsatish uchun o'zini qurbon qilgan, har doim yaxshi bo'lishga va qabul qilinishga harakat qilgan qizcha. Bu ikkalasi ham katta bo'ldi va bular sevgini nima deb o'ylaydi? Sevgini mana bu narsist tan olinish deb o'ylaydi. Когда uni "Voy, siz zo'r ekansiz, sizdekasi вообще yo'q, mana bu bitirgan ekansiz, mana bunaqa ish qilgan ekansiz, aqlli odam ekansiz" desa, mana o'shanda olgan energiyasini sevgi deb o'ylaydi. Mana shuni munosabat quradigan odam deb o'ylaydi. Endi bunga nima kerak? Bunga qabul qilinish kerak. Narsist buni hech qachon qabul qilmaydi, to'g'rimi? Qabul qilmagan paytda bu o'zini kamsitilgan, keraksiz, o'sha ochiq qolgan chashasi bor, ochiq qolib ketadi. Qachonki biz kimnidir hayotida sevgi, hamma narsada qilinishini xohlaydigan bo'lsak, o'sha chashasini to'ldirib berishimiz kerak. Aytaylik, ana u qizga har doim "Sen menga keraksan, har doim menga ishonishing mumkin, suyanishing mumkin" degan gap uni ehtiyojini yopadi. Bunga har doim "Siz zo'r ekansiz, молодец ekansiz" deyish bunikini yopadi. Aytaylik, mana bu narsist bunga nimadir qilib bera olmadi. O'zi bilan ovora bo'lib qoluvdi. Bunga nimadir qilib bera olmadi. Ko'ylak so'radi, olib bera olmadi. Bu rad etildi va butun hayoti davomidagi hamma rad etilgan og'rig'ini qo'shdida, bunga ko'chirib qo'ydida, bu meni hech qachon qabul qilmayapti, rad etyapti deb, o'zini kamsitilgan his qilib yashaydi. Baxtli bo'lmayapti, to'g'rimi? Ana endi bu, siz unaqa qildingiz, bunaqa qildingiz, mana buni qildingiz, mana buni qildingiz, aybini aytdimi? Bu ham bo'ldi, men qilmayman deydi. Boshqa tan oladigan odamga ketadi. O'shancha aytdim, когда travmasini bilib olsak, o'shanga qarab munosabat bildirsak, balans bo'ladi. Balans bo'ladi va отношенияni ushlab qolish mumkin dedim. Bunga yana men nimani qo'shdim? Psixika shunaqa ishlaydi, har bir harakatga emotsiya qo'shadi va bu hayotimiz uchun kerakmi, kerak emasmi yozib oladi. Birinchi safar aytaylik, samolyotga chiqdingiz, bu sizni birinchi harakatingiz. Samolyotda ko'yingiz aynib mazangiz bo'lmadi, bu sizga og'riqli bo'ldi. Siz hech qachon samolyotga chiqmaslikni psixika tanlaydi. Stimul plus reaksiya, отказ от поведения bo'ladi. Ya'ni mana shu harakatdan voz kechish bo'ladi. Bu paytda psixika xohlasa xohlamasa отказ qiladi. Ya'ni keyingi safar samolyotga chiqaman desa, pasport yo'qolib qoladi, pul topa olmaydi. Mana shu narsalar bilan psixika uni o'sha samolyotdan uzoqlashtiradi. Buni biz bilmaymiz, buni onyosti qiladi. Ana endi mana bu yerga kelamiz, boyagi travmaga kelamiz. Haligi erkak stimul birinchi marta olib keldi, kichkina narsa olib keldi. Siz undan rozi bo'lmadingiz. Aytaylik, ikkita non olib keldi, rozi bo'lmadingiz, lekin siz unga roziman deb aytsangiz, birinchidan bu vselenniyda qaytishi bor, dunyo qonunlarida. Ikkinchidan haligi erkak ana восхищениyani his qildi-ku, stimul plus boyagi harakat и reaksiya pozitivniy bo'ldimi? Bo'ldi. Повторение поведения, ya'ni mana shu harakatni qaytarilishiga olib keladi. Buni u ataylab qilmaydi. Uni u har doim неосознанно qiladi. Ya'ni bu safar non olib keldimi, miya va mana shu hisni yana qaytib olish uchun keyingi safar yana nimadir olib keladi. Keyingi safar yana nimadir olib keladi. Keyingi safar yana nimadir olib keladi va bu birinchidan отношенияni mustahkamlaydi rostdan. Ikkinchidan o'sha ana erkak неосознанно o'sha bilan ko'tarilib boradi. Uni energiyasi isbotga emas, boshqa bir narsalarga ketadi demoqchiman. Mana shu narsani tushuntirib bermoqchi edim. Ya'ni o'sha qoniqtirilmagan ehtiyoj qoniqtirilsa, buni неосознанно yo'lga yurgizsa bo'ladi. Yaxshi ma'noda aytganim.